70 kilovat batareya degani 21 ming so'mga 400 kilometr yuradi degani. 21 ming so'mga 400 kilometr yuradigan mashina bormi O'zbekistonda? Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Sizlarning e'tiboringizga havola qilayotgan videoyimizda Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan ishlab chiqarilgan Elon Musk asos solgan Tesla mashinasi bo'ladi. Bu ko'rib turgan mashinalar Tesla Model S 70D. Ya'ni bu mashinamizni hozirgi kunda Toshkentda ko'rib turganinglardek Alisher Navoiy haykali tedamiz. O'zbekiston Toshkent shahrida shu syomkani qilyapmiz. O'zbekiston sharoitida ishlatyapmiz, mashinani haydab yuribmiz. Xo'p, ushbu videodan maqsad O'zbekiston sharoitida bu mashina qanchalik qulay, qanchalik noqulay, nima kamchiliklari, nima yutuqlari bor. Bu videoni oxirigacha ko'rsanglar, o'sha barchasiga imkonimiz darajasida Xudo xolasa to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar degan umiddaman. Xo'p, bu mashinani Tesla zavodi bir necha xil modifikatsiyalarni chiqargan. 2008-yildan boshlab chiqargan bo'lsa, 2008-yil birinchi Roadster degan model bo'lgan. Lotus mashinani bazasida ishlab chiqarilgan bo'lgan. Undan keyin 2012-yil xuddi shu Model S va u 2016-yilda restyling holatiga, ya'ni mana o'rtasidagi oval bamferi rangida qo'shilib, boshqacha chiroyli shaklga kelgan. Uni ko'rsatib o'tamiz va bundan keyin Model X chiqishni boshlagan. Va Model 3 chiqqan va Model Y chiqdi oxiri. Xullas, bu mashinamiz Model S bo'lib 70D modeli bo'ladigan bo'lsa, 70D nima degani, Model S nima degani? O'sha to'g'risida qisqacha ta'rif beramiz. S-klass mashinani ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz. Mercedesda bor, Audi'da bor. Mercedes 221, 222, Audi A8 bular S-klass mashinalarga kiradi. Ya'ni buni tengdoshlari o'sha S-klass mashinalar. O'shalarga solishtiradigan bo'lsak, shunaqa darajada katta, keng, foydalanishga qulay bo'lgan mashina. Xo'p. 70D nima degani? 70 kilovatli batareyaga ega bo'lgan mashina. D degani dual, ya'ni ingliz tilida hammamiz yaxshi bilamiz. Dual degan so'zi bu ikkita degani. Ikkita motorga ega. Bu mashinani oldi o'qida ham, orqa o'qida ham motori bor. Bu bizda kapot tagida ichki yonib dvigatellariga o'xshab ochsa, bu yerda motor qismi emas. Oldi ham, orqasi ham bagaj qismi hisoblanadi. Xo'p, mashinani qisqacha kamchiliklari haqida gapiramiz. Ya'ni mashinani birinchi oldi tarafidan qaraganimizda har xil bizning ko'zimizga o'rganmagan zazorlar, barmoq sig'adigan darajada, buni ko'ryapsizlar. Barmoq sig'adigan darajada zazor. Mashinani podveskasi juda ham pastligi, ya'ni buni balandligi mana men telefonim sig'ib o'tishayotgan 15 sm atrofli. Xo'p, mashinani
Parok qismi juda ham kengligi. Balki bu yutuqdir, o'ziga yarasha, balki kamchilikdir, kimga qanaqa. Lekin har bir o'tirib tushuvchi odam tashqariga nisbatan sidini ancha ichkarida o'tirayotgan odam ozgina baribir qiyinchiligi mana shu parokni tepib o'tishga to'g'ri keladi. Endi parok kengligini olimlarning isbotlashicha inson xavfsizligi uchun juda ham qo'l keladigan holatda qilingan. Ya'ni batareya mashinaning eng tegi qismida joylashgani uchun uni tagidagi eng ostidagi listi 10 mm, ya'ni 1 sm tashkil qiladi. Bu mashinaning asosiy qovurg'a qismini baquvvat mustahkam ushlashga xizmat qiladi. Yonidan udar bo'ladigan bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham ichkarida o'tirgan haydovchilarga yoki yo'lovchilarga xavfsizlik bo'lgan. Ya'ni passiv bezopasnost, passivniy bezopasnost deydi. Passiv xavfsizlik holatini saqlab beradi. Xo'p, orqa tarafiga o'tadigan bo'lsak, orqada nima kamchiligimiz bor? Bagaj qopqoq qismida o'rnatilgan LED chiroqlarida mashina yurgandan keyin yoki yomg'irdan keyin bu narsadan keyin shular terilaydi. Ichki tarafidan terilaydi. Ikki yoq tarafida ham mana shu bagaj qismidagi chiroqlarda terlash xususiyati bor. Mana biz mana bitta hozir kameramizga ko'rinadimi, yo'qmi? Yonib turgan holati, terlagan holati bizda ham bor. Lekin bu bartaraf qilsa bo'ladigan kamchilik. Germetika bilan hal qilsa bo'ladi. Lekin nimaga zavod tarafdan shu narsa e'tiborga olinmagan? Men ham shunga hayronman. Xo'p, endi yutuqlar haqida gapiradigan bo'lsak, nima yutuqlari bor? Mana shu orqa qismiga keldik, shu yerdan boshlaylik. Birinchi bo'lib asosiy bagaj. O'zbekchada bitta naql bor. Kambag'al hovlisi deyshadi. O'sha aytganimizdek kambag'al hovlisi. Yana ani oldisida yotadi ham. Mana buning ichida qo'shimcha bagaji ham bor. Ha, shu yerda sirazi yana bir kamchilik aytib o'ting. Bu mashinada zapaska ballon yo'q. Ya'ni oddiy haydovchi sifatida ko'chada buni to'xtatib, bir yog'ini ko'tarib ballon almashtirishga mo'ljallanmagan. Ballonni faqat servis bu ishni qilib bergan. O'shaning uchun endi xolis o'zingizlar ham eslab ko'ringlar. Ko'p mana ichimizda haydovchilarimiz bor. Bu videoni ko'rayotganlar ham, boshqalar ham bozorga ham shu mashinalarni ko'ramiz. O'sha yerda ham aytishadi. Aka, zapaskasi yerga tushmagan. Xo'p. Zapaska yerga tushmadi degani bu nima degani? Mashina kam yurgan deganimi? Yo'q, ballon shunaqa mustahkam deganimi? Zapaska yerga tushmadi. Demak, beskamerli bo'lgan ballonda biz istalgan joyga yetib boramiz. Xo'p, shunaqa ekan, bu endi kamchilikmi yoki yutuqmi? Yutuqlarda davom etamiz yana. Ko'pchilik mashinalarni orqa o'rindig'ini eng oxirga suradigan bo'lsak, o'tiradigan joy deyarli qolmaydi. Meni bo'yim 186. Men shu yerga o'tirib hozirlik ko'rsatib beraman. Mana 450 joy bor hali. Ya'ni bemalol menga komfortni bo'ladi. Oyog'im sidinaga yetib qolsam ham yoki shunda o'tirsam. Bu mashina 70 kW batareya bilan ikkita dual motorga ega dedim. Oldida va orqada. Bu ikkita dual motor 329 ot kuchini o'z ichiga oladi. Ya'ni tasavvur qilib ko'ring. 329 ta ot kuchi 4 ta ballonga birdaniga yopishsa nima bo'ladi? 5 soniyada standart rejimda yuzga chiqadi. To'g'ri qancha ham soniyada hozir aniq bila olmayapman. 4.5 midi, 4.3 midi sport rejimda yuzga chiqadi. Bu degani shahar uchun juda ham qulay. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ham, boshqa taraflama ham juda ham qulay. Mashinaning o'zidagi bizning tilda pult deb aytiladigan narsa bor. Pult mashinani maketi holatida ishlab chiqarilgan bo'lib, bu mana bunaqangi ko'zning ichi holda turadi. Aslida buni ustida 3 ta knopkasi bor. Tomida, oldi qismida, orqa qismida. Hozir sizlarga kapotini ochib, kapotida nima borligini ko'rsataman. Aslida mashinaning oldi qismi ham, orqa qismi ham bagaj hisoblanib, oldida ham kichkina bagaj, orqada ham katta bagaj bor. Bu mana ichki yoni dvigatel mashinalarga o'xshab, oldi qismi motor bilan to'la emas. Uni tagida nima borligi, konstruktiv qismlari qanaqa joylashganligini ko'rsatish maqsadida
Biz buni ichidagi obshivkalarni hammasini anu yechib, to'g'rilarini yechib, hozir yalang'och holatida sizlarga videoni ko'rsatamiz. Xo'p, mana ko'rib turganinglardek, eng asosiy yuk ko'taruvchi konstruktiv qismlari hammasi qalin alyumindan ishlangan. Mashinaning to'liq kuzovi alyumin. Oldidagi bamper orqasidagi ustilchilik temirdan, qolgan joylari g'ildirakni ushlab turadigan richak, asosiy podramnik, bular hammasi alyumin. Xo'p, ko'rayotgan bo'lsangiz suyuqlik ko'ryapsizlar. Ya'ni antifrizga o'xshagan narsa. Antifriz, o'sha aytganimizdek antifriz, antikorrozniy faqat. Bu bir maxsus bo'lib, batareyani sovutish yoki isitish uchun xizmat qiladi. Antifrizga ishlab turgan mana nasoslarimiz bor. Agar ovoz eshitilayotgan bo'lsa, bular hozir ham ishlab turibdi. Ya'ni bu doimiy sirkulyatsiyada. Zaryad paytida yoki birdaniga gazni bosganingizda motor, invertor uni yonidagi va akkumulyator qizishiga to'g'ri keladigan bo'lib qolsa, buni darrov buni sovutadi. Bu yerda konditsioner sistemasini nasosi, rul uzatmasini usilitel deydi. Elektr usilitel, bu yerda gidro usilitel yo'q, elektr usilitel. Va mana bu asosiy oldidagi tortuvchi motor hisoblanadi. Tyagoviy dvigatel deydi. Mana shu narsa. Granatalar ko'rinib turibdi. Xo'p, akkumulyator, kichkina akkumulyator ko'ryapmiz. Sistemani ichkaridagi katta ekran, konsolning ekranlarini, chiroqlarni yoqishga kichkina oddiy 12 voltli akkumulyator, lekin bu ham uzoq yillar xizmat qiladigan geliy akkumulyator hisoblanadi. Oldi qismi kastaproflar yaxshi bilishadi. Televizor deyshadi. Televizor plastmassadan qilingan. Bu plastmassa. Model S ba'zi bir turlarda alyumindan qilingani ham bor. Kapotni yopamiz. Endi ichkaridan ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Asosiy qismi hali oldinda. Mashinaning ichki qismi qanaqa tuzilgan? Rul hamma mashinada bor bo'lganidek. Bizda speedometr, taxometr, benzin qancha qolgani va hokazolar, motor harorati ko'rsatadigan konsol, ekran. Bu yerda displey holatda, tsvetnoy displey holat, rangli displey holatda. Asosiy konsol 17 dyumli katta ekran bilan jihozlangan. Ya'ni bu yerda hech qanaqa ortcha knopka yo'q. Hech qanaqa ortcha knopka yo'q. Avariyankani yoqadigan majburiy holat faqat shu narsaga knopka qo'ygan va oldida bardachokni ochadigan, biz bardachok deymiz. O'shanga knopka qo'yilgan xolos. Boshqa knopka bu yerda yo'q. Ruldagi multimedia agar hisobga olmasak. Xo'p, asosiy konsolda nimalar joylashgan bizda? Bir chekkadan aytib o'tamiz. Hali tashqarida aytganimizdek 70 kilovat batareya haqida gapirdik. Batareya mashinaning eng tegi qismida joylashganini gapirdik. Mana shu batareya mashinaning eng tegi qismida joylashgan. Hozir bizani shu yarimdan sal kamroq bo'lgan holatimiz 176 kilometr qoldi zaryad tugashigacha degan taxminda kilometrda ko'rsatib turibdi. Xo'p, bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz set limit degan yozuv bor. Ya'ni batareyaning umri. Bu foniy dunyo bo'lgandan keyin hech narsa abadiy emas. Har bir narsa bir kun kelib o'zini poyoniga yetadi. Asosiy qism bu yerda batareya bo'lgandan keyin bir tabiiy savol tug'iladi. Batareyaning umri qancha? Qachon almashtiramiz buni? Zavod tomonidan 30 yil garantiya berilyapti. 8 yil ichida bepul almashtirib beradi. 30 yilgacha umri yetadi. Lekin zaryadni 90% dan oshirmaslik, 20% dan kamaytirmaslik kerak. Benzinli mashina sotib olgan odam mashina bilan baravar bir nechta xarajatlarni o'ziga sotib oladi. Haligi sanab o'tganimdek 98, 95, 92 yoki 80 mashinasini sotib olgan mashinasini klassiga, sinfiga qarab, sotib olgan narxiga qarab yoki yengilligida yaxshi benzin, keyin bundoqroq benzin. Bu yerda unaqa narsa yo'q deb aytdim hali. Xuddi shundoq moy, sintetika, polusintetika yo'q, moy quygan joy yo'q. Suv, faqat oynani yuvish maqsadida suv quyiladi. Boshqa suv quygan joyi yo'q. Benzinni pampersi, filtr, воздушный filtr, moy filtr,
unaqa narsa, ana eskiroq klassdagi mashinalar bor, klapan tortish kerak, uni qilish kerak, buni qilish kerak, yo'q. Unaqa narsalar bu yerda yo'q. Unaqa murakkab mexanizm bu yerda mavjud emas. Elektr motor oldi qismida va orqa qismida o'qida joylashgan bo'lib, oldi qismidagini sizlarga ko'rsata oldim xolos. Orqa qismidagini ko'rsatish afsuski imkoniyati yo'q. Mashinani tagini ko'radigan bo'lsanglar, lotkada tep-tekis qilib qo'ygan, yopib tashlagan hamma narsani. Orqa mostda va oldi mostda o'sha mashinani asosiy harakatga keltiruvchi motor joylashgan. Motor 3 fazali asinxronniy motor. O'zgaruvchan tokda ishlaydi. Akkumulyatordan chiqayotgan 380 volt tokki invertor orqali o'zgaruvchan tokka aylantirib motor harakatga keladi. Foydali ish koeffitsiyenti juda ham yuqori. Benzinli mashina 100 kilometrga 10 litr benzin yeydigan bo'lsa, bor yo'q 2 litr benzinni mashinani harakatga keltirish uchun sarflagan bo'lsa, qolgan 8 litr benzin mashinani qizdirishga, motori qizishiga va motori ichidagi shunaqa ko'p murakkab bo'lgan elementlarni harakatga keltirishiga va qolgan qismi gulshitildan bekorga chiqib ketishiga xizmat qiladi. Bu yerda elektr energiya 98% harakatga keladi. Xo'p, batareyani tushundik nimaligini. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mashinani asosiy qismi konsolda uni rangigacha ko'rsatib turibdi. Oldini ochishmi, orqasini ochishmi, barchasini o'zining ichiga quick console, ya'ni быстрый запуск, быстрый console degan holatda, ya'ni o'zbekchada tez har kungi foydalanishga zarur bo'lgan holat, ya'ni chirog'ini yoqish ham buni o'zining ichiga olgan va hokazo va hokazo. Xo'p, avtopilot degan menyu ko'rinyapti. Ha, bu mashina avtopilotga ega. Ya'ni avtopilot nima degani? Qisqacha tushuntirib o'taman. Avtopilot Tesla mashinasida 3 ta pokoleniyadan, 3 ta avloddan iborat. Bu mashinada birinchi pokoleniya turibdi. Ya'ni oldi oynani yuqori qismida, oldi bamferni teg qismida, nomer tegida avtopilot radarlari mavjud. Bu o'sha orqali avtopilot kunduz kuni biz yurib ko'rsatib beramiz. Balki hozir ham yurib ko'rsatib berish imkoni bo'lar. Avtopilot asosiy oldindagi potokka qarab bitta nuqtadan ikkinchi nuqtagacha mashinani haydab, hech qanaqa haydovchini rulni ushlamasdan, pedallarni bosmasdan olib borib berishi bu avtopilot deyiladi. O'zbekiston sharoitida bu mashinada avtopilot ishlaydimi? Biz shunga muvaffaq bo'ldik. Ya'ni bu Tesla Service Toshkent, sizlar ko'rib turgan bu kanalinglar Tesla mashinasiga taalluqli bo'lgan barcha servislarni o'zining ichiga olgan. Doimiy zapchastlari, Tesla mashinani o'zini Amerikadan sotib olib kelib berish va hokazolarni o'z ichiga olgan bo'lib, xuddi shunda avtopilotni shu mashinada ishlatish uchun biz ancha harakat qildik. Ya'ni avtopilot bu mashinada bitta mashinani orqasidan yurib o'zi kerakli masofani, oraliq masofani ushlab harakatlana oladi. Yo'lda biron bir to'siq chiqadigan bo'lsa, to'siqlarning barchasiga yo'l bera oladi. Piyoda o'tadimi, mashinalar siqib keladimi, boshqa qiladimi, hammasiga yo'l beradi. Hammaga baravar yo'l beradi. Bu avtopilot aylanib o'tishni bilmaydi. Oldindagi mashinalarni siqib o'tib ketishni bilmaydi. Palasani yotiq chiziqlari orqali harakatlanadi bu mashina. Yo'l chiziqlarini ham ko'radi. Oldindagi potokdagi mashinalarni, yuk mashinasini yuk mashina holatida, kichkina mashinani kichkina mashina holatida, mana shu kichkina rul orqasidagi konsoldan hammasini ko'rib ketadi. Xavfli paytda faqat tormoz berib o'zini o'zi asrab qoladi. Amerikada yaqinda YouTube'da ham bir videoda chiqib ketdi. Tesla mashinani egasi avtopilotga qo'yib o'zi uxlagan. Politsiyskiy to'xtatganda to'xtamagan mashina, politsiyskiy avtopilotdaligini, haydovchi uxlab yotganini ko'rib, oldiga o'tib tormoz bosib, sun'iy to'suv hosil qilib mashinani to'xtatgan. Ya'ni avtopilot agar navigatsiya ishlasa, bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga olib boradi. O'zbekiston sharoitida Google tomonidan taqdim qilingan bu xaritada, Tesla'ning ichidagi xaritada ahamiyat beringlar. Tesla'ning o'zidagi yuklangan xaritada
telefondagi Google kartada emas. Navigatsiya mavjud emas. Navigatsiya mavjud bo'lsa, bizning mashinamiz ham bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga harakatlanadi. Bu mashinada avtopilotdan tashqari cruise control. Ko'p mashinalarda bor u narsa. Cruise control buniki aqlli cruise control, ya'ni smart cruise control hisoblanadi. Bu nima degani? Rul sizni boshqaruvingizda qoladi, lekin pedallarni hammasini o'zi boshqaradi. O'zi yuradi, o'zi to'xtaydi. Ya'ni cruise control ishlatayotgan holatingizda bemalol telefonga qaragan holatingiz ham bo'ladigan bo'lsa, oldindan biron bir to'siq chiqadigan bo'lsa, sizni hech qanaqa tegmasangiz ham o'zidan o'zi to'xtaydi. Xuddi shunday bir o'zi qilsa ham yo'l beradi. Kamchiligi shundaki, 20 minutda boradigan joyingizga 40 minutda olib boradi. Chunki hammaga yo'l beradi. Xo'p, rul tagidagi konsol bizani mana bu ruldagi buriladigan tugmalar orqali buni bizga ko'rsatib turgan narsasini o'zgartirsak bo'ladi. Odatda boshqa mashinalarda hali aytib o'tganimdek taxometr, speedometr, benzin datchigi, suvni datchigi va hokazolar bo'ladigan bo'lsa, biz buni bir tarafiga masalan odatda kichkina mashinaning kilometr ko'rsatkichi o'rtada kichkina bo'ladi. O'sha AB holati mashinaning umumiy qancha yurgani. Masalan, men o'zimga qulay bo'lish uchun shu tarafga olganman. Buni bosib turib, men buni xohlagan narsamga o'zgartira olaman. Xohlasam soat qo'yib qo'yaman, xohlasam bo'sh qo'yib qo'yaman. Muzikaga taalluqli narsani qo'yib qo'yaman. Energiya rasxod qancha rasxod qilayotganini masalan, grafik holatini ko'rgim kelsa, unga ham qo'yib qo'ysam bo'ladi. Ya'ni bu haydovchi mashinaning o'ziga xohlagan holatda nastroyka qilib ola oladi. Xuddi shunday bu tarafi ham o'zingiz xohlagan narsaga nastroyka bo'la oladi. Ya'ni bu tarafiga sizga nima kerak bo'lsa, men masalan bu yerda jadval holatida ochib qo'yganman. Chunki mashinada asosiy mana ikkita joyda factory mode yozuvi ko'ryapsizlar. Factory mode degani bu zavodskoy rejim, ya'ni zavodni tartibidagi holat. Hozir mashina shunaqa holatda. Chunki hali aytib o'tganimdek, avtopilotlarni ishlatishga va boshqa dasturlarni bizning O'zbekistonga sharoitiga moslashtirishga zavod holatiga o'tib turib, buni dasturlash, kompyuter orqali dasturlashimizga to'g'ri keldi. Bu narsalarni ko'pini qilib ozgina qiynaldik ham, qiyinchilik ham bo'ldi o'ziga yarasha. O'shaning uchun hozirgacha, haligacha shu holatda turibdiki, oddiy foydalanuvchi sifatida foydalanganimizda bu qizil yozuv bizda bo'lmaydi. Ana o'sha qizil yozuvning orqasida mashinamizning rangini ham biz ko'ryapmiz o'rtada. Harakat paytida mashinamiz oldiga qaragan, nima chiroq yonib turgan bo'lsa, yongan chiroqlarni ko'rsatgan, oldida patokda nima mashinalar ketayotgan bo'lsa, hammasini ko'rsatgan. Harakat paytida ularni hammasini alohida ko'rsatib o'tamiz hozir yana. Asosiy monitordagi, ya'ni rul orqasidagi monitordagi bitta narsaga ahamiyat beramiz. Modul S70D. Hali boshida gapirib o'tganimdek, 70D mashina dedik. O'shani mana shu yerda ko'rsatadi. Sizlarga hozir ekraningizda ko'rasizlar. Orqadagi shillik bizda 100 da turibdi. Ana o'sha orqadagi shillikka ishonmaymiz 100 da deganiga. Uni любой payt, boshqa payt uni o'zgartirib qo'yish hech ish emas, lekin buni o'zgartirib bo'lmaydi. Uni faqat batareyani almashtirib, mashinaning dasturini boshqatdan yuklagandan keyin o'zgartirsa bo'ladi. Ungacha o'zgartirib bo'lmaydi. Mashinani bizga qulay bo'lish maqsadida yana qilingan ishlari o'rtadagi bar. O'rtadagi bar katta, keng. Mana o'rtadagi konsol katta, juda ham keng. Bemalol narsalarimizni qo'ysak bo'ladi. Asosiy konsol tagida yana bitta kichkina polkachamiz bor. Polkacha mana shu konsol bilan ulanib kelib, bu barga kelgan. Bar qismimiz ochiladigan, ichida odatda ana narsalar qo'yadigan joy emas. Bu suriladi, ikkita stakan qo'yadigan joyi bor xolos. Xo'p. Endi sidinalarimizga keladigan bo'lsak, sidinalar hammasi elektr motor bilan jihozlangan bo'lib, bu ko'p S-klass mashinalarimizda ham xuddi shunaqa. Buni bir aytadigan anaqa joyi yo'q. Elektr motor bilan oldiga, orqaga harakatga keladi. Va xuddi shunda qanaqa holatini, rulni qaysi holati bo'lsa ham ahamiyat bergan bo'lsanglar, qo'ygan nastroykalarga bu saqlab qolishni so'raydi. Nastroykani o'zgartirsangiz saqlab qolish. Ya'ni har bitta haydovchiga mashinani qulay holatini, mana rulda ham agar nastroykasini tegadigan bo'lsak, shu holatda saqlaymi deb so'raydi. Ya'ni mashina har bitta odamni, haydovchini
o'ziga kerakli bo'lgan qulayligini eslab qoladi. Xo'p. Mashinani zaryadga oladigan joyi tashqarida bo'lib, ekraningizda ko'rasizlar. Mana shu yerdan uni quloqini ham ocha olamiz. O'sha yerda o'zidan ham ochsak bo'ladi. Xo'p, eshik qismida ahamiyat beradigan bo'lsak, juda ham bir dizayn original holatda ishlanganki, eshikni tortib yopishimizga qulay holati, ya'ni eshikni o'zini ichkaridagi obshivkasidan shunaqa bir alohida ruchka yo'q, boshqa yo'q. Shunaqa qulay konsol. Eshiklarni oynalarini ochish uchun Mercedes-Benz zavodida ishlab chiqarilgan knopkalar. Buni Mercedeslar yaxshi bilishadi, ko'rishda darrov tanishadi. 4 tala oynaniki ham avtomat tushiradi, avtomat yopadi. Yurdik, avtopilotni kunning qorong'i qismida bitta ko'raylik. Hop. Ovoz chiqyapti, ko'ryapsizlar? Ya'ni xavfsizlik kamari bu mashinada majburiy. Foydalanishni hurmat qilamiz. Xavfsizlik kamarini albatta taqamiz. Mana Toshkentda kech payt kunning qorong'i qismida avtopilotdan foydalanib ketyapmiz. Ya'ni men hech narsani bosayotganim yo'q. Avtopilotdan foydalanyapmiz, lekin orada baribir qo'limizni tekshiradi. Rulni ushlagin deb, boshqa narsa deb tekshiradi. Hozir mana bu Amir Temur kurugida biz qayiltirib berdik bunga, chunki anaqani ko'rmaydi. Chorrahani ko'rmaydi hali. Mana o'zi kerakli joylardan rulni o'zi burib qayilyapti. Faqat tezlikni chegaralab qo'ydik, 45 km/soatda harakatlangan. Mana o'zi mustaqil harakatlanyapti. O'ngga qayrilishi yoqamiz, polosani avtomat tarzda o'zgartiradi. Va qaytarib beramiz mashinani bunga. Va yana davomiga avtopilotni qo'yib yuborsak. Yana bitta kamchilikni sanab o'tishimiz kerak. Bizda yo'lda joylashgan chuqurchalarni aylanib o'tishni bilmaydi. Hali aytganimdek, to'siqni aylanib o'tishni bilmaganidek, chuqurlarni ham aylanib o'tishni bilmaydi. Mana ko'rib turganinglardek konsolda oldindagi potokdagi mashinalarni ko'ryapti. Yo'lni yotiq chiziqlarini ko'ryapti. Maksimal tezlik 45 ga chegaralangan. Avtopilot yoquv holatda turibdi. Ya'ni hozir oldindagi mashina yursa, men oyog'im bilan hech narsa teyotganim yo'q, qo'lim bilan teyotganim yo'q. Mana yotiq chiziqlar. Yo'q bo'lib qolsa, yo'q bo'lib qoldi deb uni ham aytadi. Rulni qo'lingga olib. Hozir polasa yotiq chiziq yo'liga cho'p, oldindagi mashinaga orientir deymiz. Orientir qo'ygan. Pavorotni chapga yoqsak, ya'ni slepoy zonada, ya'ni yon tarafdagi ikkita oyna ko'rinadigan joyi bor, ko'rinmaydigan joyi bor. Ya'ni oynani slepoy zona deydi. Oynani ko'rish doirasiga kirmaydigan holatda slepoy zona deb aytamiz. O'sha kirmaydigan holatdagi mashina bor bo'ladigan bo'lsa, to'siq bor bo'lgan bo'lsa, polosani ham almashtirmaydi. Shunaqa holatda bir mukammal ishlangan, xudo xolisa. Hop, shu yerdan chapga qaylar ekanmiz. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, mana shu konsolga sal ozgina zoom beraylik. Mana bizda yotiq chiziqni ko'k liniya bilan ko'rsatib, uni yonidagi bo'sh polosani ham, bu tarafdagi bo'sh polosani ham ko'rsatyapti. Oldindagi to'siqqa qarab, o'zi avtomat tarzda to'xtayapti. Mana oldindagi to'siqqa Matiz turibdi, ko'ryapmiz. O'zi kelib biza qo'ygan masofaga asosan, ya'ni mana masofani ko'rsatkichimiz hozir 5 turibdi bizda. 6-7 maksimalnisi, bir eng yaqini. Biz qo'ygan masofaga qarab bu harakatga keladi. Mana yana o'zi yurishda davom etyapti. Asosiy konsolda ko'rib turganinglardek, yonidagi to'siq uzoqligisi oq rang, yaqinlashgan sari sariq.
va qizil ranggacha ko'rsatadi. Chap palasani egalladi. Palasani yotiq chiziqlari yaxshi ko'rinmaganligi uchun biz palasani almashtiramiz. Avtomat tarzda almashtirdik. Ha, yana bitta ahamiyatga ega bo'lgan joyi, chorrahada svetofor qizil yonib turibdi. Lekin bu qizil chiroqni bizda ko'rmaydi hozir. Chunki navigatsiyamiz yoqib emas. Navigatsiya yo'q. Biza yo'l belgilarini ko'rsata olmadik hali. Svetoforni qizil chirog'ini avtopilotga ko'rsata olmadik. O'shanga ham harakatdamiz. Xudo xolasa. Yurdik. Agar oldinda mashinamiz bo'lganda biron bir mashina o'sha orqasidan avtopilot davom etgan bo'lar edi. Mashina yo'ligacha mana kech payt bo'sh bo'lganligi uchun avtopilotni ba'zi bir joyda yoqib, ba'zi bir joyda o'chirishimizga ham to'g'ri kelyapti. Kunduz kuni ham avtopilotni ko'rsatib, ishlashini ko'rsatib, tiqilinchlarda, ko'priklarda, haydashlarda qanaqa yurishini ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Albatta, kunduz kuni avtopilot o'zini qanaqa tutishi ham videoda bo'ladi. Rulni qo'lingga olyapti, chunki bizning yotiq chiziqlarimiz biroz sifati pastligi uchun qiynaldi. Hozir yana yotiq chiziq ko'rdi, yana davom etamiz. Chunki oldinda buni orientir oladigan mashina yo'qligi uchun yotiq chiziqga majbur bo'ldik. Xo'sh, hozir svetoforda turibmiz, qizil chiroqda. Yashil yonishi bilan mashinani shahar ichida qo'zg'alish darajasini ko'ramiz, potokka nisbatan. Sariq ketdi, mana yashil. Ya'ni juda ham tez. Juda ham tez. Videoni oxirigacha ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Yo'ldagi qolgan mashinani o'zini yo'lda qanaqa tutishi, hamma holatlarni sizlarga to'liq yoritib berishga harakat qilaman. Bu mashina yuqori tezlikda harakatlanadigan mashina bo'lgani uchun, xavfsizlikni birinchi o'ringa qo'ygani uchun ikkita oldidagi odamga hali gapirib o'tganimdek kamar taqish majburiy ko'rsatyapti displeyda. Kamarlarni taqib olamiz. O'shanda mana ting'illagan ovozdan ham, ogohlantiruvchi ovozdan ham qutulamiz birato'la. Xavfsizlik baribir birinchi o'rinda. Qonunlarimiz ham, qoidalarimiz ham albatta hurmat qilamiz hammasini. Avtopilot haqida gapirdik. Mana hozir bizda ekranda potokda oldinda ketayotgan mashinalarni ko'rsatyapti. Agar shu holatiga ham avtopilotni yoqadigan bo'lsak, mana rulni qo'yib yubordim, pedalni qo'yib yubordim. Mana to'suvga o'zi to'xtayapti mashinani. Yo'lda qaylayotgan polosasini ham bizda ko'ryapti. Xuddi shunday mana o'zi yana yurishda davom etyapti. Ya'ni bu avtopilotni 80-90% ishlayotgan holat. Ya'ni navigatsiya yo'lligi sababli avtopilotni men uyimga qo'yib berib yubora olmayman, uyimga olib borib qo'ygin deya olmayman, chunki navigatsiya yo'q bizda. Mana hozir men tezlikni 65 gacha ko'tardim. Ya'ni oldingi mashina 65 gacha yursa, orqasidagi tezlikni ushlab ketaveradi. 65 dan tezlashsa, men qo'ygan tezlik chegara bo'ladi bunga. Mana hozir svetoforda turibmiz. Bu mashinani ichki yonib dvigatelli mashinalardan farqi shundaki, boshqa mashinalar mana atrofimizdagi qolgan hamma mashinalar dvigateli yoqiq holatda, ya'ni zavod bo'lgan holatda, yoqilg'ini xarajat qilgan holatda turibdi. Bizaniki hech qanaqa yoqilg'ini xarajat qilmagan holatda turibdi. Ya'ni shahardagi vaqt soati kelib Yevropa mamlakatlaridagi tiqilinchlar yuzaga keladigan bo'lsa ham, ya'ni bu tiqilinchlarda o'zini juda ham yaxshi his qiladi. Ortiqcha xarajatsiz, ortiqcha yoqilg'i xarajatsiz tiqilinchlardan sekin yurib chiqib keta oladi. E'tiboringizga yana bitta narsani havola qilaman. Ahamiyat beramiz rul tagidagi ekranga. Mana oldimda qolgan mashina bilan masofani santimetrda o'lchab beryapti. 47 santimetr qoldi deyapti. Yaqinlashsam bu yana ham kamayadi mana. 30 santimetrdan keyin bu stop deb menga belgini ko'rsatadi. 30 santimetrdan kamini o'sha xavfli zonada hisoblaydi. Ya'ni qizilda ko'rsatadi.
Hozir agar oldimizdagi mashina biroz qimirlaydigan bo'lsa, tabiiyki bu masofa darrov uzayadi. Bu 360 gradusda butun mashinani atrofida xuddi shunaqa parktroniklar deb etiladi. Parktroniklar joylashgan. Parktroniklar mashinani qatga qanaqa joylashtirishingizga qarab, sizga har doim har taraflama sizga yordamchingiz bo'ladi. Bu ham asosiy plus taraflari, asosiy yutuqlar taraflari hisobga olish kerak bo'ladi. Ya'ni bu parktroniklar asosan mashinani tezligi 15 km/soatdan pasaygandagina aktivlashadi. Ya'ni sekin bir joyga olib borib joylashtirish uchungina sizga yordamchi bo'ladi. Katta tezlikda bu parktroniklarga bizning ham asosiy konsol kompyuterimiz murojaat qilmaydi. Xo'p, biz mana hozir aeroportdan keyingi Hamza metroga qarab ketishligi ko'prikka qarab chiqib ketyapmiz. Avtopilotning xususiyatini mana shu bitta ko'rib olamiz hozir. Mana 51 tezlikka qo'ydik. Men hamma narsani qo'yib yubordim, rulni ham qo'yib yubordim. Ya'ni bu ko'prik mana tekstilniy, to'qimachilik deyshadi. O'sha yerdan aylanib o'tadi bu ko'prik hozir. Ko'prikning o'zi qayladi. Bu yerdagi tezlik chegaralangan 50 km/s bo'lganligi uchun biz mashinani 51 km/s tezlikda harakatlantiryapmiz. Mana hozir yo'l qayilayotganini avtopilot qismimiz ko'ryapti. Mana mashinani o'zi qayiryapti. Men hech narsaga tegayotganim yo'q, ko'rib turganinglardek. Oyog'im ham, qo'lim ham hammasi o'zimda. Hech narsaga tegayotganim yo'q. Mana shunday xususiyatga ega avtopilot O'zbekistonda yursa. Mana shunaqa xususiyatga ega. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, rus tilida slepoy zona deydi. Ya'ni mana yon tarafdagi oynalarni ko'rinishiga, ko'rish doirasiga sig'maydigan holatlarni bizada yondagi parktroniklarimiz, datchiklarimiz ko'rsatib beradi. Mana hozir menga aytdi, rulni ushlab tasdiqlab bergan, uxlamayotganligingni dedi. Men rulni ushlab tasdiqlab berdim. Yana avtopilotda ishlatishda davom etyapti. Xuddi shunday mana hozir ko'rib turganinglardek oldinda yana hozir mashinalar to'sig'iga, svetoforga duch kelamiz. To'xtayapti mashinalar. Biz ham o'shalar qatori to'xtadik. Oldindagi belgilangan mashina bizda mana ko'k rang qilib belgilab qo'yilgan bo'ldi. Avtopilot hali ham 51 km/soatda aktivniy holatda turibdi. Ko'p gapirib olgan bo'lsam, xafa bo'lmaysizlar. Imkon darajasida ochib berishga harakat qildim. Sizlarning har xil kommentariylarni kutaman. Laykinglar yoki dislaykinglar nima bo'lsa ham kamchilik bo'lgandir. Kimni yoki qanaqadir savollar qiziqtirar. Savolinglar bo'lsa, pastga kommentariyaga yozishinglarni hamma savolinglarga javob berishga harakat qilaman. Oxirgi narsa bo'ladiki, nima uchun Tesla servis Toshkent? Nimaga sizlardan olishimiz kerak? Biz ya'ni o'zimiz ham olib kelib beramiz, yo'lga qo'yib beramiz. Podключ topshiramiz, uylarga rozetkalarni qo'yib va hokazo. Nimaga sizlardan olishimiz kerak? Ya'ni bunda bitta mantiqiy fikr. Sotib olayotgan mashinada, auksiondan sotib olayotgan mashinada risk sizlar qilmaysizlar, riskni biz qilamiz. Har bir savdoda baribir o'ziga yarasha riski bor. Hali gapirib o'tganimdek, mashinani asosiy qismlari yo'q bo'lib qolishi, qo'g'irchoq holatda tayyorlab qo'yilgan mashinalarga uchrab qolmasligiga, keyinchalik uni bizning O'zbekiston sharoitiga moslashtirishdagi ba'zi bir qiyinchiliklar sizlarda hech qaysisi bo'lmaydi. Sizlar hammasini bizning mas'uliyatimizga yuklagan holatda sizlar ular narsalardan hammasidan xoli bo'lasizlar. Ya'ni biz o'zimiz barcha mas'uliyatni bo'ynimizga olgan holatda, o'zimiz riskovat qilgan holatda sizlarga olib kelib yo'lga qo'yib yurg'izib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi yana videolarda ko'rishgunimizcha xayr. Kommentariyalarni kutib qolaman.